Assalomu alaykum. Efirda Ekologiya 24 dasturi. Dastur orqali e'tiboringizni yana ekologik masalalarga qaratamiz. Dastlab dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Dastavval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Ko'p qavatli uylar atrofida yashil hududlar tashkil etiladi. Olimlarimiz sho'rlangan tuproqni jonlantirish usulini ishlab chiqishdi. Onlayn kameralar orqali chiqindi tashlash bilan bog'liq huquqbuzarliklar aniqlanmoqda. O'zbekistonga oq boshli qumoy yana qaytdi. Endilikda ko'p kvartirali uylardagi markazlashgan ichimlik suvi iste'molchilariga daraxt va butalarni sug'orish ishlarini hisoblagichlar o'rnatgan holda sutkaning har qanday vaqtida amalga oshirishga ruxsat beriladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 48-sonli qarorida belgilab qo'yilgan. Qarorga ko'ra, ko'p kvartirali uylar atrofida ekologiyani yaxshilash va yashil hududlarni tashkil etishga alohida e'tibor qaratiladi. Xususan, ko'p kvartirali uylarning tutash hududidagi barcha daraxt va butalar boshqaruvchilar tomonidan xatlovdan o'tkazilib, ma'lumotlar Mening uyim axborot billing tizimida aks ettirib boriladi. Bundan tashqari, qarorda raqamlashtirish va hisob-kitoblarning shaffofligini ta'minlash, ko'p kvartirali uylar infratuzilmasini munosib tarzda saqlash, boshqarish sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish chora-tadbirlari amalga oshiriladi. O'zbekistonlik olimlar sho'rlangan tuproqni jonlantirish usulini ishlab chiqishdi. O'zbekistonda sug'oriladigan yerlarning taxminan 50-60% turli darajada sho'rlangan bo'lib, bu hosildorlikni o'rtacha 20-30% ga pasaytiradi. Mikrobiologiya instituti ishlab chiqqan bio'g'itlar tajriba maydonlarida bug'doy va paxta hosildorligini 15-25% gacha oshirgani qayd etildi. Olimlar ma'lumotiga ko'ra, sho'rga chidamli bakteriyalar tuproqdagi foydali mikroflora faolligini 2 barobargacha ko'paytirgan. Mutaxassislar bu texnologiya keng joriy etilsa, minglab gektar degradatsiyaga uchragan yerlarni qayta tiklash imkoniyati mumkinligini ta'kidlamoqda. Yaratilgan bakterial o'g'itimiz sho'rlanishga chidamli bakteriyalar asosida yaratilgan bo'lib, ular sho'rlangan tuproqlarning unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu shtammlar tuproqning unumdorligini oshirib, o'simliklarning qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga ushbu shtammlar fitogormonlar sintezi tufayli qishloq xo'jaligi o'simliklarining turli xil kasalliklardan himoya qilishi sababli o'simlikning hosildorligini oshirishga yordam beradi. Qishloq xo'jaligi sohasida kimyoviy o'g'itlardan foydalanish yuqori bo'lib, ayrim hududlarda tuproqning tibbiy unumdorligi sezilarli kamaygan. Yangi bio'g'itlar kimyoviy vositalarga ehtiyojni 20% gacha kamaytirishi mumkinligini laboratoriya va dala sinovlarida aniqlagan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bakteriyalar o'simlik ildiz tizimini kuchaytirib, qurg'oqchilik sharoitida hosil saqlanishini yaxshilaydi. Ekologlar bu yondashuv uzoq muddat tuproq degradatsiyasini sekinlashtirishini muhim omil sifatida baholamoqda. Yaratilgan bakterial preparatimiz ekologik xavfsiz bo'lib, qo'llanilayotgan mineral o'g'itlarni o'rnini bosa oladi. Ya'ni qo'llanilayotgan mineral o'g'itlar tuproqning ifloslanishiga, atrof muhitning ifloslanishiga olib keladi. Bizning yaratilgan bakterial o'g'itimiz esa ekologik xavfsiz va toza hisoblanadi. Ular asosan o'sha sho'rlanishga chidamli fosfor mobilizatsiya qiluvchi mikroorganizmlar asosida yaratilgan. Ushbu bakterial o'g'itimizga asosan o'sha kuchli sho'rlanishga, degradatsiyaga uchragan Orol bo'yi hududlarida qo'llashga talab yuqori. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra, sho'rlanish tufayli har yili qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmida sezilarli iqtisodiy yo'qotishlar yuzaga keladi. Bio'g'it qo'llangan tajriba hududlarda tuproqning biologik faolligini 30-40% ga tiklangani kuzatilgan. Bu esa suv va o'g'itlardan foydalanish samaradorligini oshirib, resurs va tejamkorlikni ta'minlaydi. Olimlar texnologiya keng miqyosda qo'llansa, ekologik barqaror dehqonchilikka o'tish jarayoni tezlashishini qayd etmoqda. Ekologiya va iqlim o'zgarishi Milliy qo'mitasi tomonidan respublikaning barcha hududlarida o'rnatilgan onlayn kuzatuv kameralari orqali belgilanmagan joyga chiqindi tashlash bilan bog'liq navbatdagi huquqbuzarliklar aniqlandi.
Xususan Namangan viloyati, Namangan shahri va yangi Namangan tumanida yashovchi fuqarolar tomonidan noqonuniy joyga chiqindi tashlanganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, Sirdaryo viloyati Shirin shahri, Guliston shahri hamda Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida chiqindilar belgilanmagan joylarga tashlanganligi ma'lum bo'ldi. Yuqoridagi holatlar yuzasidan huquqbuzarlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan bayonnomalar rasmiylashtirildi hamda tegishli choralar ko'rildi. Ushbu kameralar o'rnatilgandan so'ng respublikamizdagi qator tuman va shaharlarda ijobiy natijalarni ko'rsatmoqda. Xususan, belgilanmagan joylarga chiqindi tashlash holatlari kamaydi va ko'plab hududlarda bu kabi huquqbuzarliklarga barham berildi. Ma'lumot uchun Ekologiya qo'mitasida situatsion markaz faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu yerda respublikaning barcha hududlaridagi onlayn kuzatuv kameralari tunu kun nazorat qilib borilmoqda. Aniqlangan holatlar ekoinspektorlar tomonidan tezkor o'rganilmoqda hamda tegishli choralar ko'rilib, huquqbuzarliklar bartaraf etilyapti. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi Davlat ekologik ekspertizasi markazi tomonidan Namangan viloyatida Namangan oqova suvlarni tozalash inshootini qurish investitsiya loyihasi doirasida ekologik baholash hujjatlari yuzasidan jamoatchilik eshituvlari bo'lib o'tdi. Eshituvlar Namangan tumani Namangan suv ta'minoti filialida, shuningdek, loyiha doirasiga kiruvchi qator mahalla fuqarolar yig'inlarida tashkil etildi. Viloyatdagi eng katta oqova tozalash inshooti bo'lib, qariyb 60 yildan beri faoliyat ko'rsatib, uzluksiz. Hozirda ma'nan eskigan holatga kelgan. Hozirgi holatda qayta ishlab chiqarish kubometri 70 ming dan 80 ming kubometrgacha bo'lsa, yangi korxonasi loyihasi bo'yicha 100 ming va 110 ming kubometrgacha amalga oshirilishi kutilyapti. Bu loyihaning eng asosiy afzalliklaridan biri ichimlik suv sifatida foydalanish. Bu bizni suv sohamizda eng katta bir o'zgarishlardan biri bo'ladi deb o'ylayapman, kutayapman. Ochiq muloqot shaklida o'tkazilgan eshituv aholining fikr-mulohazalarini o'rganish, loyiha mazmun mohiyatini tushuntirish hamda mavjud ekologik muammolar yuzasidan savollarga javob berishga qaratildi. Mutaxassislar tomonidan loyihaning ekologik va ijtimoiy ta'siri, qurilish hududi holati, zamonaviy texnologiyalar qo'llanilishi hamda oqova suvlarni tozalash samaradorligi haqida batafsil ma'lumot berildi. Ma'lumot uchun loyihada Namangan tumanida mavjud oqova suvlarni tozalash tizimini modernizatsiya qilish va yangi zamonaviy tozalash inshootini barpo etish ko'zda tutilgan. Loyiha doirasida 3,5 gektar maydonda yangi inshoot rekonstruksiya qilinishi, zamonaviy xorijiy texnologiyalar asosida mexanik va biologik tozalash jarayonlari joriy etilishi, yangi kanalizatsiya quvurlari o'rnatilishi reja qilingan. Shuningdek, asosiy chiqish nuqtalariga maxsus nazorat detektorlari o'rnatilib, oqova suvlarning sifat ko'rsatkichlari doimiy monitoring qilinadi. Jamoatchilik eshituvlari davomida aholi tomonidan kanalizatsiya tizimidan chiqayotgan noxush hid, qishloq xo'jaligi yerlarining zararlanishi, daryoga oqizilayotgan oqova suvlar hamda eskirgan quvurlar muammosiga e'tibor qaratildi. Mutaxassislar tomonidan loyiha takomillashtirilganligi, xalqaro va milliy standartlarga muvofiqlashtirilgani hamda zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqilgani qayd etildi. Unga ko'ra, loyiha amalga oshirilishi natijasida badbo'y hid muammosi kamayishi, ochiq oqizilayotgan oqova suvlar to'liq tozalanishi va atrof muhitga salbiy ta'sirning oldi olinishi kutilmoqda. Eshituvlar yakunida ishtirokchilar loyiha yuzasidan o'z fikr va takliflarini bildirib, ekologik va ijtimoiy jihatlarni inobatga olgan holda loyiha bosqichma-bosqich va shaffof tarzda amalga oshirilishi zarurligi ta'kidlandi. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi tasarrufidagi Yuqori To'palang milliy tabiat bog'i hududidagi monitoring ishlari davomida oq boshli qumoy suratga olindi. Oq boshli qumoy zaif, qisqarib borayotgan o'troq, mozaik tarqalgan nominal kenja tur hisoblanadi. U O'zbekiston Qizil kitobi, Tabiatni muhofaza qilish xalqaro ittifoqi qizil ro'yxati hamda CITES ilovasiga kiritilgan. Bu qush yirtqich qushlar turkumiga mansub bo'lib, asosan tog' va tog'oldi hududlarida, ochiq qoyali joylarda uchraydi. O'ziga xos tashqi ko'rinishi oq rangga yaqin patlari va yalang'och sariq rangli boshi bilan ajralib turadi. Oq boshli qumoy tabiatda sanitar vazifasini bajaradi. Asosan o'lik hayvonlar qoldiqlari bilan oziqlanib, atrof muhit tozaligini saqlashga muhim hissa qo'shadi. Dasturimizni xorij xabarlari bilan davom ettiramiz.
Neyro tarmoqlar ko'ngillilarga yer yuzida borish qiyin bo'lgan 50 kilometrdan ortiq hududni tozalashda yordam berdi. Toza qirg'oq loyihasi doirasida ko'ngillilar Yandex neyro tarmog'i ko'magida ekspeditsiyalarni rejalashtirishni bir necha barobar tezlashtirishni o'rganishdi. Endilikda qayerga borish, nimani tozalash va qancha texnika buyurtma qilishni sun'iy intellekt aniqlab beradi. 2 yil ichida bu texnologiya Kamchatka, Primorye tomonlarga va boshqa borish qiyin bo'lgan 50 kilometrdan ziyod sohil bo'yi hududlarini chiqindilardan tozalash imkonini berdi. 2026-yilda loyiha ko'lami yanada kengaymoqda. Muntazam tozalash va monitoring ishlariga 10 ta qo'riqxona hududi, jumladan Arktika ham qo'shiladi. Ular orasida Kurskaya kosa, Leopardlar yeri, Komandor orollari va Dog'iston qo'riqxonasi bor. Bundan tashqari, to'plangan ma'lumotlar asosida olimlar chiqindilarning migratsiyani tahlil qilishlari mumkin. Bu ayniqsa Arktika uchun juda muhimdir. Chunki u yerga chiqindilar Atlantika oqimlari orqali kelib tushadi va ularning qayerda to'planishini aniq bilish zarur. Bugungi dasturimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Ekologiya 24 dasturini kuzatib boring. Unutmang, atrof muhitni asrash barchamizning burchimiz.